Sizningcha insoniyatga eng cho'ng tuhfa qo'shgan odam kim? Edison, Einstein, Bill Gates, Steve Jobs. Xayolimizga buningga o'xshagan o'nlarcha ism kelishi mumkin. Ammo Muhammad alayhisolamchi xayolingizga keldimi? Biz Muhammad alayhisolamningki Allohning nazaridagi o'rni, sharafini qo'shmay turaylik. Bu savolning javobida ko'pinchimizning xayoliga payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam kelmagan bo'lishi mumkin. Chunki bugungi biz yashayotgan sistema biz musulmonlarning mingisini yuyib, bizning qimmat qarashlarimizni, tafakkurimizni faqat mushu dunyoda cheklab qo'yotdi. Biz yuqorida tilga olgan va tilga olmagan kishilar tarafidan insoniyatga eng cho'ng tuhfa qo'shgan kishilar deb olqishlanayotgan kishilar bilan payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki insoniyatga qo'shgan tuhfasini tuvandagi bir misoldan tafakkur qilib ko'raylik. Ko'zingizni ochdingiz, o'zingizni yo'lovchilar bilan to'lgan bir avtobus ichida ko'rdingiz. Bu avtobusda har minutda bir odam majburiy yerga tushirilib, tiq qiyodan tashlanadi. Ya'ni materialistlar tili bo'yicha aytgan vaqtimizda yo'q bo'ladi. Kimning qachon avtobusdan tushirilganligini hech kim bilmaydi. Har vaqt tushirish ehtimoli bor. Yana avtobusga yangidan yo'lovchilar chiqadi. Bu avtobusning ichidagi sistema mushu bo'yicha davomlashadi. Avtobusning ichidagi bir qism kishilar bizga navbat gap bo'lguncha go'zal yashab olaylik deb faqat shu qisqa muddatlik vaqtini go'zal yashashni tanlagan. Yana bir qism kishilar izlanish orqali avtobus ichidagi kishilarningki vaqtlik hayotini texmo qulayliklashtirib turadigan har xil narsalarni kashf qilgan. Bu kishilarni avtobus ichidagi kishilar biz uchun eng cho'ng tuhfa qo'shgan kishi deb maqtaydi va avlod ularni olqishlaydi. Ammo bu kishilar avtobus ichidagi kishilarning beshida qarab turgan o'lim xavfi qarta hech qanday natijani qo'lga keltirmagan. Faqat avtobusning ichidagi vaqtlik hayotini go'zal o'tkazish va qulayliklashtirish uchun har xil narsalarni yasab ularga sungan. Ammo ularning beshidagi o'lim xavfi, ya'ni avtobusdan majburiy tushirilib qiyodan tashlanish xavfi hali ham mavjud. Ahvol shunda qo'rqinchli. Mushundaq turgan paytda bir odam kelib, "Sizlar ma ishni qilsanglar yoki ma ishni qilmasanglar, qiyodan tashlanmay avtobusdan tushgandan keyin nihoyat yaxshi bir turmushga erishsizlar" deb ularni o'lim xavfidan qutuldirib, ularga hayotlik yo'lini ko'rsatdi. Endi o'ylab baqing. Kim avtobus ichidagi kishilarga eng cho'ng yaxshilik qildi? Avtobus ichidagi vaqtlik hayotini texmo qulay, texmo oson o'tkazish uchun ularga har xil narsalarni yasab sungan odammi yoki ularning beshida qarab turgan o'lim xavfidan ularni qutuldirib, ularga hayotlik yo'lini ko'rsatgan odam? Biz del 7 milyarddan ortiq odam yashaydigan büyük dünya avtobusida turyapmiz. Bu dünya avtobusida her 60 minutda 10 mingdan ortiq odam majburiy yerga tushirilyapti. Ya'ni modizmchilarning tili bilan aytgan vaqtimizda yo'q bo'lyapti. Har odamning boy olsun, kambag'al olsun, huquqdor olsun, odatli odam bo'lsin, har bir odamning bu dünya avtobusidan har vaqt tushirish ehtimoli bor. Demak, bu yerda o'lim xavfi bor. Bu dünya avtobusidami xuddi avtobusdagi kishilarga o'xshash bir qism kishilar mushu vaqtlik hayotidan go'zal yashashni tanlagan. Yana bir qism kishilar mushu vaqtlik hayotdagi kishilarning turmushini qulayliklashtiradigan har xil narsalarni kashf qilib ularga sunmoqda. Bu kishilar insonlar tomonidan insoniyatga eng cho'ng tuhfa qo'shgan kishilar deb avlod olqishlanmoqda va ularga har xil mukofot berilmoqda. Ammo hammamizning beshida bo'lgan, hatto shu insoniyat uchun eng cho'ng tuhfa qo'shdi deb olqishlangan kishilarning beshidami o'lim xavfi bor. O'ylab baqing. O'lim xavfi boyada, o'lim xavfini yo'qotishdimi muhim ish bo'lamdi? Hazırsanız sorayım. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Masalan, kallasiga tapanch tanglangan, har vaqt etib ketish ehtimoli bo'lgan birisiga etib ketib bo'lguncha dunyo hayotidan foydalan. iPhone 14 ni ishlatib, kishilarga iPhone 15 ni yasab, mushunda qilsang insoniyat uchun eng cho'ng tuhfa qo'shgan bo'lsa desa, kichik bola bo'lsa-mu albatta oldi bilan mendan o'lim xavfini yo'qot deydi. Chunki o'lim xavfi boyada eng muhim, eng jiddiy ish o'lim xavfini yo'qotish bo'ladi. Bugun kundagi texnika va boylikning eng cho'qsiga yetgan Facebook qurg'uvchisi Zuckerberg va PayPal qurg'uvchisi Peter Thiel va Google qurg'uvchilari Silikon vodisida qirish va o'lim ibaret, yani yo'q bo'lishdan ibaret bu masalani hal qilish uchun allaburun tadqiqot boshlatgan va Peter Thiel 2 milliard mablag'ining 4ning birini bu tadqiqot uchun atagan. Demak, bularni o'lim xavfidan qutulish uchun amal izlagan mol dunyosini uningga sarf qilgan. Chunki o'lim boyada eng muhim ish o'lim masalasini hal qilish bo'ladi. Chunki aqlli bir inson o'lim boyada xotirjam yashamaslik kerak. U o'limdan qutulish uchun amal izlashi kerak. Bular buni allaburun tunib yetgan va buning insoniyat qo'shgan eng cho'ng tuhfa ekanligini tunib yetgan. Peter Thiel buni nihoyat uch qilib biz o'lim va qirishdan iborat bu fikrni chuqur yengishimiz kerak degan. Bu fikirga har bir aql egasi qo'shilishi kerak. Chunki o'lim boyada, o'limdan muhim ish bo'lmaydi. Dal mushu masalani payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hal qilgan shaxs. Ya'ni o'limning materialistlar aytgandek yo'q bo'lish emas ekanligi, badan ruhning kiyimi bo'lib, biz o'lim deb atagan bu hodisaning ruhning kiyimini selishi ekanligi, bizning tuproqqa singib ketgan u badanimizning ruhimizning moddasi ekanligi, bizning ruhimizning boshqa bir dunyoga boradiganligidan iborat bu haqiqatni bizga tushuntirib, bizni o'lim xavfidan, ya'ni yo'qolish xavfidan qutuldirgan va bizning
keyingi hayotimizda, ya'ni ruhiy dunyomiz boradigan keyingi hayotimizda qanday qilsak yaxshi turmush kechiradiganligimiz, qanday qilsak qiyinchilik tortadiganligimizni bizga tushuntirgan. Demak, biz musulmonlarda o'lim masalasi allburun hal bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kishilarning vaqtliq turadigan dunyo hayotidagi turmushini qulayliqlashtirib turadigan har xil narsalarni kashf qilmadi. Ammo dunyoda kishilarning vazifasining nima ekanligi, bu yerga qanday kelib qolganligi, bu dunyo avtobusidan tushirilgandan keyin nega boradiganligi, qanday qilsa u tiqiyadan tashlanmay cheksiz hayotlikka erishadiganligi, qanday qilsa u tiqiyadan tashlanadiganligidan iborat bu xavfdan bizni qutuldirib, bizning cheksiz hayotga erishishimizga sabab bo'lgan shaxs. Shuning uchun biz Muhammad alayhissalom vaqtliq dunyo hayotini qulaylashtirish uchun nurg'unlagan kashflarni sungan insonlarga selishtirg'ili bo'lmaydigan darajada to'p qo'shgan deb qaraymiz. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom navbatdagi yer sharidagi mavjud insonlar ichidan 2 milliard insonning hayotini xavfdan qutuldirib qolgan. Uningdan ilgirki insonlarning soni va bundan keyin kelgan insonlarning sonini qo'shgan vaqtimizda haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning insoniyat qo'shgan to'pisining qanchalik ekanligini tasavvur qila olamiz. Hindiston davlat otisi Gandhi Muhammad milyonlagan insonlarning muhabbatiga erishgan. Buncha kishilarning muhabbatiga erishish qilish bilan mumkin bo'lmaydi. Aksicha bu Muhammadning fidokorligi, rostchilligi, hamrohlariga bo'lgan samimiyati va Robbiga bo'lgan mutlaq ishonchi bilan mumkin bo'ladi. Muhammadning hayotining ikkinchi qismini o'qib tugatganimda, uning hayoti bilan boldurroq tanishganimga afsuslandim. Biz Muhammadni insoniyatni qutuldiruvchi degan laqab bilan atashimiz kerak. Hozirgi davrimizda Muhammadga o'xshash bir rahbarlik qilgan bo'lsa, bütün masalalarni hal qilib, tinchlik va huzur keltirgan bo'ladi. Muhammadni dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 mashhur birinchisiga tezishimdan ba'zi o'qirmanlar hayron qilishi mumkin. Ba'zilar e'tiroz bildirishi mumkin. Lekin Muhammad tarixda diniy va dunyoviy saviyada eng zo'r utuq qozongan kishi. Muhammadni hamma tarafdan tunish mumkin bo'lmaydi. Ammo Muhammad hayotidan menga oshkor bo'lgani, Muhammad bir payg'ambar, Muhammad bir kurashchi, Muhammad bir savdogar, Muhammad bir siyosiyon, Muhammad bir notiq, Muhammad bir islohotchi, Muhammad yetimlarning panogohi, Muhammad qullarning homiychisi, Muhammad ayollarning ozod qiluvchisi, Muhammad bir sotchi. Canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım tenim, gözlerine gül Ahmet'im.